holatni ko'ring. Biz to'g'risini aytganda shu ishtonsizlikni, masxaravozni, fahshlarni ko'rib turib, qumorlarni ko'rib turib shunga like bosayotgan insonlar bo'lyapti. Bitta shu ona uchun nihoyatda like bosib, bitta duo qilib kommentariyada bir yaqinlaringizga jo'natib, bitta story qilib bering, post qilib joylarmasangiz, bu onani shu holatda turganlarda bitta yordam bersak, shu dunyodagi mushkulotlarni aritsak, Alloh azza va jalla bizni dunyo va oxiratdagi mushkulimizni artib qo'yadi. Hozir bu o'zlaringizning uylaringizmi? Ha, bu ijarami hozir bu? Voy ijara, 100 dollar uyga beramiz. Yoshingiz nechida? Ha? Yoshingiz 76da. 76 yoshda shu hozir qizingizmilar? Shu qizingizni qarab o'tiribsizmi? Qarab o'tiribman, nima qilaman? Jannating ona, jannating ona. Cho'ntagimda pulim bor edi. Yo'q, bo'laman. Onajon, to'xtang. Xo'p, 50 dollar ushatding onajon. Mana bu 700 ming so'm, mana bu 1 million. Ana 50 dollar. Shu bori pulim bor edi. Umraga jo'natgan pullarimdan foyda qilgan edim onajon. Shulardan sizlarga mana shu bori pulimni berdim. Duo qilib turing. Qaranglar, uylari yo'q. Erkak kishi yo'q, boquvchi yo'q. Shunda holatda Alloh taolo sinov bergan, yig'lab nima qilaman deb shukr qilib sabr qilib o'tirgan onalarni ko'rdingizmi? Bering, Xudo xolasa bundan Alloh ta'zirini olasiz. Alloh taolo unutmaydi, siz biz unutamiz. Alloh taolo adashmaydi, siz biz adashamiz. Xudo uchun deb ehsoningizni qiling, iltimos. Imkoni yo'qmi? Shu videoga bitta like bosing, jo'nating. Opamizning holatlarini ko'ryapsizmi, do'stlar?